Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bu mana Sardor Shteynning birinchi YouTube videosi. Birinchi videoyim xullas, давайте. O'sha 05 ga qo'ying. Yuzingiz ko'rinmayapti. Ha, norm. Ketdi mana birinchi videoyim. Nima deyman? Har hafta xudo xolisa yangi video chiqarishga harakat qilaman. Ideyalar bo'lsa, давайте kommentariyada yozib ketinglar. Sardor Shteyn mana video oldi. Men ham harakat qilib, o'sha yaxshiroq ideyalarni tanlab olib, o'shaqa videolar qilib harakat qilib, xullas YouTube'ni ko'taramiz. Omon qo'yibdi menga, men o'ylab turdim, men unaqa qilmoqchi edim, unaqa qilmoqchi edim. Qanaqa video qilsam bo'larkan, birinchi videoda deb o'ylab o'tirdim. Davay, просто ol telefonni, shunday kameraga shunday olib, ichingda borni gapira ol dedilar. O'shaning uchun shunday mana yoqdim hozir kamerani. Bu mana birinchi videoyim. Let's go. Taktikani sразу bosinglar. Qanaqa videolar ko'rmoqchisizlar kommentariyga yozinglar va bu videoga like qo'yib qo'yinglar. Ko'ramiz 1 yildan keyin mana shu videoni ko'rgan paytim qancha podpishchi bo'larkan. Siz nima deb o'ylaysiz? Eng yomoni 1 yildan keyin bu videoni ko'rib, mana shuni YouTube'ga qo'yish kerak deb o'ylaysiz. Cho'si deb saqlab qo'yasiz. Hozir qo'ymasammi? Ha, tipa mana boshqa taqozo aytaman. Eng yomoni 1 yildan keyin mana shu videoni ko'rib, endi bu videoni YouTube'ga ham qo'yish kerak deb o'ylashingiz. Da, o'zi ko'nglimizga hozir. Xo'p, короче, nima bo'ldi do'stlar? Ovozim baland ko'tardim, что buni hozir eshitmasin. Xo'p, короче, Sardor Anishim YouTube kanal ochmoqchi edi. YouTube kanal ochdi ham, lekin yaqin mamlakat video olaman deb o'ylab yuribdi. O'ylagan videosini oladi qachonlar, baribir qo'yadi. Lekin undan oldin birinchi video kerak. Va birinchi videoni hamma zo'r bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Biz esa shu qonunga prinsipial qarshi ketgan holda. Просто так nako'yman. Telefonni yoqdi. Agar rostlikka qo'ysa, молодец, mujik, 5 olgan bo'ladi. Oldi. Hozir qo'yaman. Hozir mana akalar ketdi mana. Hozir downloadni bosaman. Ketdi, pulsiz bosaman. Downloadni bosadi. I albatta Sardor Shteyn qo'llab-quvvatlaydi YouTube'da. Umid qilamanki o'zbek YouTube'da o'zini o'rnini bemalol topadi va motion aktiv qiladi. Shuning uchun ham bu birinchi video. Bu video ko'pchilikka kulgili yoki yemagan tuyulishi mumkin. No, 1 yildan keyin buni ko'rsanglar-chi. Qo'shib gaplashamiz. Bo'ldi. Sizlarga katta rahmat, Omonxonga ham katta rahmat. Abdusha brat, Abdusha podдержка uchun qo'limni olib qo'ying, dedim, 5im qolib ketmasin. Bobur bilan o'lsin. Всё, давайте, brat. Gaplashamiz bolalar. Давайте. Birinchi video olindi. Bitta Boburlar ham kutib turibdi. YouTube hozir ushlab turgan bolalardan bittasi. Ketdi. Qayerga ketasan? Mashinani qo'ymaysanmi? Shunaqa do'stlar. Biz esa kinoteatrga ketdik hozir kino ko'rishga. Qayoqqa?